Yo'q, u kerakmas все. Ana o'tdingmi? Oxiri sen qoldingmi? Ha, sen qolasan undan. Bugun akalarimizni o'tkazdik. Qanday yordam beramanmagan yo'qmagan? Aka zo'r. Hammasi zo'r, ha? Hammasi zo'r. Ana akalarimiz shu yerda. Hammalari shotga zo'r o'tdimi? Kamchilik yo'qmi? Mayli sizlarga. Bu yoqda yana bagajni olib, Ha, shunday. Buni zo'r qildik-da. Kimniki edi? Endi pul to'lamaysizda, 40 ming rubl kimgadir berasiz. Bunaqa berasiz. Berib qo'ying. Bizni aviakassa ishonarli xizmat bizdakilar o'tkazanmaga yo'qmagan. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, rahmat. Yaxshi boringizlar. Sizlarga oq yana bir bor. Yana bir bor. To'g'ri o'tib ketingizlar bizdakilar. Brat, olg'a. Biron gapingizni ayting. Bo'ldi, ham. Mana akalarimiz hozir o'tkazib qo'ydik. Bu akalarimiz Dushanbe ketadi. Ana sheriklarimiz qoladi deb qoldimi deyapti. Hozir o'tkazib kelaman. Ketib biringizlar, o'zim o'tkazib kelaman. Akalarimiz hozir 2-oktyabr kuni Dushanbega ketadi. Biz zakomitida hammasini o'zimiz o'tkazamiz. Ular bilan aviakassasiga murojaat qilib berasizlar. Eng arzon va eng ishonarli aviakassa Ellar Airlines aviakassasi akalar. Biz faqat sizlar xizmatlaringizda aeroport Pulkoda har doimgidek adreslarimizga, telefon nomerlarimizga, Telegramga, WhatsApp orqali chiqsangiz bo'ladi.